Yaqinroq keling. Agarda siz hayotingizga uy kiritishni xohlayotgan bo'lsangiz, yangi xonadoningiz bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, ajoyib texnika beraman. Demak, diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha kuzating. Avvalo, siz hozir yashab turgan uyingiz uchun minnatdorchilik bildiring. Hoziroq qo'llaringizni duoga oching va yagona yaratuvchidan hozir yashab turgan maskaningiz, uyingiz uchun minnatdor bo'ling, shukr ayting. Ayting, ovoz chiqargan holatda minnatdorman deng va bir varaq qog'oz oling. Qog'ozga orzuyingizdagi uyni mayda detallarigacha tasvirlab yozing. Hozir qayerda yashayotgan bo'lishingiz ahamiyatsiz. U uyni qanday sizga borliq berishi haqida umuman o'ylamang. Koinot tasodif so'zlarni emas, aniq tasvirlarni tushunadi. Shunchaki uy xohlayman demang. Qaysi qavatdan, devorlari rangi qanday, oshxona mebellarini hidigacha, rangigacha, derazadan tushayotgan nurgacha, hattoki pardalaringizgacha, rangigacha tasvirlab yozing. Hattoki chiroq o'chirib, yoqgichlarigacha tasavvur qiling va yozing. O'sha varaqni bir stakan suvni ostiga qo'yasiz va varaqdagi shu yozgan so'zlaringizni chin dildan, hissiyotlarga berilgan holatda 3 marotaba o'qiysiz va stakandagi suvni minnatdorchilik bilan ichib yuborasiz. Mana shu joyga to'xtang. Agar siz uyingiz bo'lishini shunchaki orzu emas, haqiqatga aylantirmoqchi bo'lsangiz, meni mijozlarimizdan 9 tasiga hayotiga uy kiritishga yordam bergan bepul uy olish master-klassim mavjud. Bu master-klassimni Telegram kanalimga bepul joylaganman. Bu darslikni orzularingizni hayotga ko'chirishning eng kuchli sirlarini ulashganman. Hoziroq profilimdagi silkaga o'ting va a'zo bo'ling. Azizlarim, demak, bu texnikani kamida 41 kun, bir kun ham o'zmasdan bajarishingiz kerak. Har kuni yangi varaq olasiz, varaqga uyingizni tasvirlab yozasiz va uni kamida 3 marotaba ovoz chiqarib o'qib, oldingizdagi stakandagi suvni minnatdor bo'lib ichasiz. Sizlardan natijalarni direktda kutib qolaman azizlarim. Barchangizni orzularingizni amalga oshirishda Alloh madadkor bo'lsin.